qolgan. Shuning uchun ham bugun biz oshxonamiz mehmoni Turkiya, Norvegiya davlatlarida oshpazlik malakasini oshirgan, bugunda Oshpazlar akademiyasining 6-razryadi oshpazi, 18 yillik oshpaz Zuhriddin Rajabov va ularning shogirdlari Anvarxon Jumanovalar kelishgan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizga xush kelibsiz. Rahmat. Oshxonamiz qirol va qirolichasi bo'lib, bugun nimalar tayyorlab qo'ydingiz va nimalar tayyorlab bermoqchisiz? Ko'rdingizmi? Ko'rdim. Rangini hammasini. Ko'k. Voy, rangi o'zgarib ketyapti. Mana fizika. Hamma kashfiyotchi. Hamma kashfiyotchi. Rostdan ham. Nimaga rangi o'zgardi? Bu ko'k edi-ku. Limon borligi sabablimi? Limon solmadim-ku ichiga. Bu limon emasmi? Nima? Yo'q, limon emas. Apelsin. Apelsin, xo'p. Zuhriddin aka, to'g'risini ayting. Fizika Xo'p, bitirganmisiz? Kimyo, endi Yo'q, kimyo. qarang. Kimyo. Biz oshpazlar hozirgi kunda faqat mazali taomga harakat qiladi-yu. Yo'q, biz har bitta tayyorlayotgan taomimiz bilan birgalikda shu insonni, ya'ni xo'randalarimizni davolashimiz shart, majburmiz. Davolash. Da, albatta. ya'ni masalan, bu hozir shu turishi, misol, homilador ayollarga tavsiya qilinmaydi. Mana bu turishi juda foydali. Men ko'proq ichaman bugun ham. Da, bu hozirgi Ijtimoiy sabablarga ko'ra men ko'proq ichaman. issiq kunimizda har xil suv, gazirovkalardan ko'ra bizga juda o'ta foydali narsa bu. Albatta. Ya'ni issig'i, bu yosh bolalarning boshdan issiqlik o'tishi va boshqa narsalarga juda foydali, immunitetga, qon tomir, yurak anaqasiga juda katta foydali ichimlikda bu. O'zi nima choy edi bu? Buni nomini to'g'risini aytsam o'zim qo'yganman, ancha aydim. Bu ko'kat bizda O'zbekistonda o'smaydi. Bu ya'ni boshqa davlatlarda, o'sha Norvegiya, boshqa davlatlarda o'sha yerda malaka oshirgani borganimizda olib kelganmiz. Afarin, zo'r. Bugun Anoraxon, Zuhriddin aka, nima taom tayyorlab bermoqchisiz? Xo'p, mana bugun Anoraxondan eshitamiz, ya'ni bizani ayol shogirdlardan birinchi shogirdimiz. Birinchi shogirdingiz. Bor yo'g'i 1 oylik. 1 oy davomida o'rgangan narsa bilan Xudo xolasa hayratga qoldiramiz. Ko'ramiz. Qani, marhamat. Bugun oshxonamizda losos balig'idan o'zimizni marinovkamizni ustozlarimiz o'rgatgan usulida marinovka va oldiga o'zimiz tayyorlangan, o'zimiz texnika bilan tayyorlangan pyurelar bilan podacha qilib beramiz. Undan tashqari